va ular otishgan joyga men keldim. O'sha killchatdagi o'yinchi shu yerda. Va uni ko'rgandan keyin uni tarafiga pritselim ochdim va uni o'ldirdim va uni oldida yana bitta teammate bor edi. Unga nok berdim va uning yana bitta joni bor edi. O'shaning uchun men tezda push qilishim kerak. Uni oldiga yaqinlashganimda tirilishga ulgurdi. Uni o'ldira olmadim. Pozitsiyasini almashtirdi va shu payt zona mening tarafimga yaqinlashdi. Keyin men zonaning oldiga yaqinlashsam, u mana shu tosh orqasida turibdi. Ozgincha oldirib yursam, oldimda yana ikkita odam bor ekan. Juda ham noqulay pozitsiyada turibman. Zona mening tarafimga kelyapti, lekin men oldimda ikkita odam bor. Yaxshim shu shit qo'shildi. Men ularning oldiga bordim. Juda ham noqulay joy, shitimning joni kamaydi va oldimda ikkita odam turibdi.